8 ta oltin to'p, 6 ta oltin butsa, 4 ta Chempionlar Ligasi va Jahon chempionati. Barcha davrlarning eng buyuk futbolchilaridan biri, agar eng buyugi bo'lmasa albatta. Lionel Messi ko'pchilik futbol muxlislarini ushbu sport turiga qiziqtirib kelgan. Yoshligida suyaklari juda nozik va bo'yi o'smay qolgan argentinalik oddiy bolakay qanday qilib butun futbolni o'zgartirib yuborgani haqida gaplashamiz. Bugun siz nega Messini Argentinada yomon ko'rishganini, nima uchun Ronaldinhoni aynan Messi sababli Barselonadan haydab yuborishganini va qanday qilib Leo Chelseaga o'tishga bir qadam qolgani haqida bilib olasiz. Do'stlar, ushbu videoni tayyorlash uchun juda katta mehnat va vaqt ketdi. Boshlashimizdan oldin kanalga obuna bo'lishni unutmang, chunki bundan-da qiziqarli kontentlar hali oldinda. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, biz esa boshladik. Lionel Messi 1987-yilda Rosarioda, Santa Fe shahrida dunyoga keladi. Messining oilasi oldindan futbolga aloqador bo'lgan. Uning otasi Jorge Messi Grandoli yoshlar jamoasining murabbiyi edi. Ikkita akasi esa Rodrigo va Matias Messi ham futbolga qiziqishgan va hatto mahalliy jamoa bilan mashg'ulot olib borishardi. Lekin ular Leochalik futbolni yaxshi ko'rishmagan. Messi futbolga 4 yoshidan qadam qo'yadi. Ko'chaga hammadan oldin chiqib, barchadan kech uyiga kirgan. Hatto do'stlari uyiga tarqalib bo'lgandan keyin ham bir o'zi qolib to'p tepardi. Leo oilasida juda erka farzand bo'lib yetishadi va ota-onasining gapiga umuman quloq solmagan. Uni faqatgina buvisi nazorat qila olgan. Futbolga ham aynan buvisi Celia Oliveira Cuchisini yetaklab borgan. Birinchi marta futbolga borganda jamoalarga odam yetmay qolganidan foydalanib maydonga tushadi. Albatta uning buvisi Messini murabbiyga tavsiya qilgandan keyin Leo o'sha uchrashuvda o'zidan katta bolalarga qarshi maydonga tushib, ajoyib o'yin ko'rsatib, jamoadagi o'rnini ishlab oladi va 1992-yilda mahalliy Grandoli jamoasiga qo'shiladi. Aynan buvisi Celia Cuchisini Messining ota-onasiga Leoni futbolga berishlariga ko'ndirgan va har kuni Messi bilan 15 kvartal masofani bosib o'tib, mashg'ulotlarga birga borgan. Lekin afsuski 1998-yilda Celia Cuchisini olamdan o'tadi. Uning nabirasi qanday futbolchi bo'lib yetishganini ko'rishga ulgurmasdan Messiga bu hodisa juda qattiq ta'sir qilgan va aynan o'sha paytdan boshlab urgan barcha gollarni buvisiga bag'ishlay boshlaydi. 1995-yilda Messi Newell's Old Boys jamoasiga kelib qo'shiladi va aynan o'sha paytlardan boshlab Barselonaga muxlislik qila boshlagan. Messining eng yaqin o'rtoqlaridan birida Nintendo konsoli bo'lgan va har kuni mashg'ulotlardan keyin do'stlari bilan FIFA o'ynaganda Messi faqatgina Barselonani tanlagan. Hatto o'z o'rtog'idan Barselonaning formasini unga sovg'a qilishini ham iltimos qiladi. Lekin o'sha paytlarda grand klublarning formalarini topish qiyin bo'lgani uchun o'rtog'i Messiga hadya qilmaydi. Yoshligida Messi umuman og'riqdan qo'rqmaydigan bola bo'ladi. Uning oyoqlariga qancha tepishsa ham iloji boricha tezroq maydonga qaytishga harakat qilgan. Messining ota-onasi Leo 11 yoshida payti uning bo'yi tengdoshlariga nisbatan sekin o'sayotganini sezishadi. Ya'ni 11 yoshli paytida 8-9 yoshli boladek ko'ringan. Vrach analizidan keyingi natija bo'y o'stirish gormon yetishmovchiligi. Lekin qo'shimcha ukollar bilan buni oldin olsa bo'lardi. Messi kasalligi haqida eshitgach stressga tushib qoladi va o'sha paytda doktor unga va'da beraman, kelajakda Maradonadan da balandroq bo'lasan deb aytadi. Lekin dorilar Messining oilasi uchun juda qimmatlik qilgan. Vaziyat shunchalik darajaga boradiki, hatto Messining otasi River Plate akademiyasiga Leoni sinov ko'rigiga olib boradi va River Plate Messini akademiyaga olishga rozi bo'lganda Jorge Messi dorilarga yordam berishni so'raydi. Lekin River Plate menimcha o'sha paytda butun faoliyatidagi eng katta xatoga yo'l qo'yib, Messini akademiyaga olishdan bosh tortadi. Lekin Messining otasi shunda ham taslim bo'lmasdan uning o'yinlaridan video lavhalarini yozib olib, Barselonaga tanish-bilish yo'llari orqali yuboradi va darhol 2000-yilda Messi va uning otasini Ispaniyaga sinov muddati uchun chaqirishadi. Messi Barselonadagi birinchi mashg'ulotida 6 ta gol urgan va tabiiyki menejerlar va murabbiylarning ishonchini qozonadi. O'sha paytlarda Barselonaga bunday talantli futbolchi kelganini Real Madrid ham eshitib, Messining otasiga aloqaga chiqadi. Lekin Leo faqat va faqat Barselonada o'ynash uchun kelganini va Barselonada muvaffaqiyat qozonishini aytib, madridliklar taklifini rad etgan. Messi Barselona akademiyasida shunchalik uyatchang bola bo'lganki, hatto jamoadoshlari bilan umuman muloqot qilmagan. Kiyim almashtirish xonasida ham bir chetda jim o'tirib boshqalarni kuzatgan. Messining oxirgi sinov o'yinida uni 15 yoshli bolalarga qarshi o'ynatishadi. Eslatib o'taman, o'sha paytda Messi 13 yoshda bo'lgan. Fantastik o'yindan keyin Messi bilan darhol restoranda salfetkaga dastlabki norasmiy shartnomani tuzishadi. Keyinchalik ushbu salfetka Barselona muzeyida saqlanib, 2024-yil may oyida 1 million dollarga sotib yuborilgan. Shu tariqa Leo Barselona sistemasiga kirib keladi. Lionel Messi 13 yosh paytida akademiyada o'ynab turib, Barselona B futbolchisi darajasida maosh olgan. Bu akademiya futbolchilari ichida eng ko'pi. Barselona akademiyasida Messi bilan birgalikda Cesc Fabregas va Gerard Pique ham birga to'p surishgan. 2002-2003-yilgi mavsum oldidan La Masiyaning uchta iqtidoriga Arsenal qiziqish bildiradi. O'sha Pique, Fabregas va Messiga. Lekin Londonga faqatgina Fabregas yo'l olgan. Pique va Leoni Barselona Arsenalga sotmaydi.
Leo 2003-yildan boshlab Barselona B jamoasi bilan mashg'ulotlar olib boradi va 2003-yilning noyabr oyida asosiy jamoada Portuga qarshi o'rtoqlik o'yinida debyut qiladi. Lekin Barselona asosiy jamoasiga 2004-yildan boshlab qo'shilgan. Mashg'ulotlarning birida Ronaldinho jamoadoshlariga bir kun kelib ushbu bolakay mendan ham buyuk futbolchiga aylanadi deb aytgan. Lekin jamoadoshlari buni shunchaki hazil tariqasida qabul qilib, jiddiy e'tibor berishmaydi. O'zi Ronaldinho Messiga Barselonada xuddi katta akasidek bo'lib qolgan. Mashg'ulotlarda ham, maydonda ham, maydondan tashqarida ham unga ko'p narsalarni o'rgatib, jurnalistlar va raqib futbolchilardan himoya qilib kelgan. 2005-yil Messi uchun juda omadli yil bo'ladi. La Liga oltin medali, mavsum oxirida Golden Boy sovrini hamda Messi uchun eng asosiysi 20 yoshlar o'rtasida o'tkazilgan Jahon chempionatidagi g'alaba. O'sha chempionatning MVP'si, ya'ni eng yaxshi o'yinchiga beriladigan sovrinni ham qo'lga kiritgan. Qo'shimchasiga 6 ta gol bilan turnir to'purari ham bo'ladi. Messi Argentina bilan yoshlar o'rtasidagi Jahon chempionatiga borishdan oldin uni 2004-yillarda Ispaniya terma jamoasi ham o'z tarkibiga qo'shib borishga harakat qilishadi. Lekin Barselonadagi agentlar Argentina bunday iqtidorli futbolchini qo'ldan chiqarib yubora olmasligini va agar Ispaniya Messini qo'lga kiritsa, Argentina butun umr afsus chekishini aytib, federatsiyani ko'ndiradi va albatta bular bekorga emas edi. Ronaldinho va Messi duetiga qaytamiz. Leo braziliyalik futbolchi bilan shunchalik yaqin bo'lib ketadiki, hatto Ronaldinho Messini o'zi bilan ziyofatlarga ham olib borardi. Odatda braziliyalik bo'lmagan futbolchilar bunday guruhlarga qo'shilmaydi. Buning natijasida Messining rejimi buziladi va o'yinlardan keyin tiklanish protsessi ham ortadi. Plus Messi mashg'ulotlarda ham bir necha bor jarohat olgani sabab jamoa 2008-yilda Ronaldinhodan qutulishga qaror qiladi. Bularning hammasi Messining tarbiyasi buzilib ketmasligi va faqat futbolga e'tibor qaratish uchun bo'lgan. Leo Messi Barselonaning asosiy futbolchisiga aylanishidan oldin 2006-yilda Italiyaning ikkita grand klubi Inter va Juventus ham aloqaga chiqishadi. Hatto milanliklar Leoga Barselonada olayotgan maoshidan 3 barobar ko'proq summa taklif qilishadi. Lekin Messining niyati faqatgina Kataloniyada muvaffaqiyat qozonish bo'lgan. 2006-yildan boshlab Messi Barselonaning asosiy futbolchilaridan biriga aylanib boradi. O'sha yilgi Chempionlar Ligasida ham ajoyib o'yinlar ko'rsatib, Barselonani finalgacha yetib borishiga yordam beradi. Ayniqsa Chelsiga qarshi nimchorak finaldagi o'yinlarda. Afsuski, o'sha o'yinda Leo jarohat olib, mavsumning qolgan qismini o'tkazib yuborgan. U finalgacha safga qaytishga qo'ldan kelgancha harakat qilgan, lekin murabbiylar shtabi va klub doktorlari uni maydonga tushishiga ruxsat berishmaydi. Messi esa bunga chidolmasdan yig'lab yuborgan. Barselonaning o'sha paytdagi murabbiyi Frank Rijkaard Messiga kelajakda Chempionlar Ligasi finalida o'ynashi va o'zini ko'rsatish uchun hali ko'p imkoniyatlar bo'lishini aytib, futbolchini ovutgan. 2007-yildan boshlab esa Messi shunchaki yondiradi. Oldin El Clasico'da azaliy raqibi Real Madridga hat-trick, keyinchalik esa Getafening 5 ta futbolchisini maydon markazidan aldab o'tib, o'sha mashhur Ankara Messi golini kiritadi. Leo 2007-yilda oltin top 3 taligida yakunlaydi. Kaka va Cristiano Ronaldodan pastroqda. Keyingi yil esa 2-o'rinda. Aytib o'tganimdek, 2008-yil yozda jamoaning asosiy yulduzi Ronaldinho Milanga transfer qilingan va Joan Laporta Messiga Barselonaning yangi lideri endi sen va 10-raqamni sen olasan deb ishonch bildiradi. 2008-yilda Barselona 2 yil ketma-ket sovrin yutmagani uchun Laporta Rijkaardni ishdan olib, o'rniga Messining karyerasiga juda katta ta'sir o'tkazgan murabbiy Pep Guardiolani jamoaga olib keladi. Lekin Leo mavsum oldi o'yinlarni Olimpiada sabab o'tkazib yuboradi. Oldiniga Messiga Olimpiadaga borishga ruxsat berishmagan. Lekin Leo qat'iyan Barselonadan uni Pekinga yuborishlarini talab qiladi va Guardiola Messiga mayli Olimpiadaga bor, lekin oltin medalsiz qaytma deb aytgan. Natijada Messi shunday ham qiladi. Olimpiada chempioni va butun turnir davomida 2 ta gol va 3 ta assistni amalga oshirib, Olimpiadadan kelgach Messi Barselona bilan juda yomon start qiladi. La Ligadagi dastlabki 2 uchrashuvda bitta mag'lubiyat va bitta durang. Va bundan biroz avval Ronaldinho va Dekoni sotib yuborgan Guardiolaga bir qancha savollar tug'ila boshlaydi. Lekin mavsumning qolgan qismini Barselona shunchaki fantastik o'tkazgan. Bernabeuda Real Madridni 2-6 hisobda dafn qilishgan. Chempionlar Ligasida Bavariyani 4-0 hisobda mag'lub qilishadi. Va aynan o'sha paytdan boshlab Guardiola va shifokorlar Messining mushaklari juda ko'p energiya sarflashini, lekin tez tiklanishini sezishadi va Guardiolaga futbolni o'zgartirib yuboradigan g'oya kelgan. Ya'ni Messini aldamchi 9lik pozitsiyasida o'ynatish va kamroq pressinglarda qatnashib, qulay vaziyatni kutib, uni realizatsiya qilishni so'rashadi. Birinchi marta ushbu taktika Bernabeuda sinab ko'riladi va natijasi 2-6. Gerard Pique o'yindan keyin ular shunchaki nima qilishni bilmay qolishdi deb Real Madrid futbolchilarini izohlaydi. Messi jarohat olmasa yoki charchamasa umuman tarkibdan olinmagan. Hatto o'yin davomida kuch tejash uchun almashtirilganda ham Guardioladan juda xafa bo'lar edi. Xuddi hozirgi Lamine Yamal kabi. Barselona 2008-2009-yilgi mavsumni treble bilan yakunlaydi. Finalda aynan Cristiano Ronaldo jamoasi Manchester Unitedni mag'lub qilib, o'yindagi gollardan birini Messi bosh bilan kiritgan va Messining aytishicha, bu uning karyerasidagi eng yaxshi goli. Kataloniyada chempionlikni nishonlash paradida alkogolga to'ygan Messi muxlislarga: "Siz treblni xohlagandingiz, mana qabul qilib oling. Keyingi yil ham xuddi shunday yutamiz va xuddi shunday nishonlaymiz. Viska Barsa, Viska Kataloniya" deb aytgan. Va yil so'ngida Messi faoliyatidagi birinchi oltin to'pni qo'lga kiritadi. 2010-yilni
ham Barselona va Messi xuddi shunday ruhda boshlashadi. Chempionlar Ligasida Arsenalga qarshi bo'lgan birinchi o'yinda Messiga rejadan tashqari o'ynagani uchun Guardiola, Xavi va Iniesta tanbeh berishadi. O'yin 2-2 hisobida yakunlanadi va Camp Nou'dagi javob uchrashuvida Gabriel Militoning xatosidan keyin Arsenal hisobni ochadi. Lekin Messi 21 daqiqada hat-trick qayd etib, so'ngra o'yin oxirida 4-golni kiritib, Arsenalni Londonga yuborgan. Afsuski, keyinchalik yarim finalda Mourinyoning Interga mag'lub bo'lib, turnirni tark etishadi. Messi o'sha yili jahon chempionatiga ham borib, Maradona boshchiligidagi Argentina bilan shunchalik yomon o'yin ko'rsatishadiki, hatto Messini Argentinada yomon ko'ra boshlashadi. U chet ellik, haqiqiy argentinalik emas, u hech qachon Maradona darajasiga yeta olmaydi deb aytishgan ko'pchilik muxlislar va argentinalik futbol ekspertlari. Messiga bu gaplar juda qattiq ta'sir qiladi va futbolchi depressiyaga tushib qoladi. Lekin Barselonada hammasi boshqacha edi. Barselonada faqatgina Messining o'zi qirol. Uni hech kim kritika qila olmasdi va jamoaning rejalari, hatto transferlari ham Messi bilan birgalikda maslahatlashib amalga oshirilgan va bularning barchasi 23 yoshida. 2010-2011 mavsumdan keyingi 2 yil Messining shaxsan men uchun prime davr hisoblanadi. O'sha paytga kelib Ronaldo ham La Ligaga keladi va raqobat yildan yilga qizib borgan. 2011-yilda Barsa yana bir bor treble qilishiga bir qadam qoladi. Lekin Qirollik Kubogi finalda Real Madridga mag'lub bo'lib, treblni qo'ldan chiqarishgan. Chempionlar Ligasi va La Ligani qo'lga kiritib, Leo Messi ketma-ket 3-marotaba oltin to'p egasiga aylanadi. Agar o'sha yillarda nafaqat Messi, balki Guardiolaning Barselonasi qanchalik dahshatli bo'lganini bilmoqchi bo'lsangiz, iltimos 2011-yilgi Chempionlar Ligasi finalini ko'ring. O'sha davrlarning eng kuchli jamoalaridan biri Manchester Unitedni Barsa shunchaki yanchib tashlagan. Garchi 2012-yilda Messi 91 gol urib rekord o'rnatgan bo'lsa-da, jamoasi bilan natijalar unchalik qoniqarli bo'lmagan. La Ligani Realga, Chempionlar Ligasini esa Chelseaga boy berishadi. Aynan Camp Nou'dagi javob o'yinida Messi penaltidan gol ura olmagani sabab Barselona Chelsea bilan durang o'ynaydi va turnirni tark etadi. O'yindan keyin Messi kiyim almashtirish xonasida shunchaki futbolkani boshga ko'tarib yig'lagan. O'sha paytlarda uni hech kim tinchlantira olmasdi. Hatto Guardiola ham. Messi aynan uning aybini deb jamoadoshlari Chempionlar Ligasidan quruq qolganini tushunib turgan edi. O'sha yilgi aprel oyida Barselona oldin Chelseaga Stamford Bridge'da yutqazadi, keyin La Ligada Real Madridga mag'lub bo'ladi va Chelseaga qarshi javob o'yinda ham durang o'ynab turnirni tark etishadi. Ustiga ustak bu mag'lubiyatlardan keyin Guardiola ham mavsum so'ngida jamoani tark etishini e'lon qiladi. Leo bir necha marta Guardiolaga xat yozib, undan jamoada qolishiga qo'ldan kelgancha harakat qilgan. Lekin Guardiola o'z qarorini qabul qilib bo'lgan edi. Messi Guardioladan shunchaki xafa bo'ladiki, hatto Pepning xayrlashuv press konferensiyasiga ham kelmaydi. Barselonada buni Messi pasporti bilan bo'lgan muammolarni hal qilganda berkitishadi. Messining Guardiola qo'losidagi statistikaga e'tibor bering. Shunchaki dahshatli raqamlar. Guardiolaning Barselona murabbiyi sifatidagi so'nggi o'yinida Messi Espanyol darvozasiga pokerni joylab, so'nggi golni murabbiy bilan nishonlaydi va qulog'iga barchasi uchun rahmat Pep deya. Pepdan keyin jamoaga uning yordamchisi Tite Villanova kelgan va Messi aynan ushbu murabbiy qo'l ostida 91 golli rekordini o'rnatgan. Barselona o'sha mavsumda faqatgina La Ligani yutganiga qaramay Chempionlar Ligasini sharmandali tarzda tark etishgan. Bavariyadan 2 o'yin natijasiga ko'ra 7-0 hisobida mag'lubiyatga uchrab. Bularning sababi Tito Villanovaning saraton kasalligi bilan kurashib jamoani boshqara olmay qolgani va Leo Messining mavsumning aynan qizg'in paytida jarohat olgani sabab edi. Messi Bavariya bilan birinchi o'yinda zaxiradan maydonga tushib hech nima qila olmaydi. Ikkinchi o'yinda esa Leoni umuman zaxirada qoldirishgan, hali formasini to'liq tiklamagunicha. 2013-2014-yilda Barselonaga Leoning hozirgi vaqtdagi eng yaqin do'stlaridan biri Neymar keladi. Lekin xuddi o'tgan mavsumdagidek Barselona yilni omadsiz yakunlaydi. La Ligani Atleticoga, Qirollik Kubogini Real Madridga, Chempionlar Ligasida ham Atleticoga chorak finalda imkoniyatni boy berib, turnirdan chiqib ketishadi. Keyingi mavsumdan boshlab esa o'sha davrda jamoaga yangi kelgan Jose Bartomeu klubga Luis Enriqueni tayinlagan. Ya'ni 2014-2015-yilgi mavsumdan boshlab. Leo Messi 2014-yilgi jahon chempionati finaligacha Argentinani yetaklab boradi. Bir nechta muhim uchrashuvlarda gol urib. Lekin afsuski Braziliyada bo'lib o'tgan finalda Leo jamoasi Germaniyaga taslim bo'lishadi va kutganingizdek asosiy heyt jamoa lideri va sardori Messiga qaratilgan edi. Yana Maradona bilan solishtiruvlar va yana Messi Maradona darajasiga hech qachon yeta olmasligi haqida negativ gaplar. Messi Barselonaga qaytgach, Luis Enrique bilan darhol chiqishib keta olmagan. Agar Barselonaning mavsumdagi ilk o'yinlariga e'tibor bergan bo'lsangiz, Messi biroz ortiqcha vazn bilan o'ynagan va bu Messining performansiga juda katta ta'sir qilardi. Luis Enrique bilan konfliktlar ham aynan shu mavzuda kelib chiqadi. Vaziyat shunchalikka boradiki, hatto Messining atrofidagilar uni Chelseaga ham taklif qilishgan. O'sha paytlarda Chelsea murabbiyi bo'lgan Jose Mourinho ham bu transfer haqida shunchaki orzu qilgan. Lekin yakuniy qarorni Messining o'zi qabul qilishi kerak edi. Moliyaviy fair play va Bartomeuning Messini jamoada qolishiga ishontirgani sabab Leo Barselonada qoladi.
Jamoaga Luis Suarez kelib qo'shilishi bilan mavsumning qolgan qismini Barselona shunchaki dahshatli o'tkazadi. Chempionlar Ligasida oldin Premier Liga chempionlarini, keyin Liga 1 chempionini, yarim finalda Germaniya chempioni va finalda Scudetto sohibi Juventusni ham yutib, Chempionlar Ligasini qo'lga kiritishadi. Afsonaviy MSN triosi esa barcha turnirlarda 175 ta gol va 58 ta assistni amalga oshirib, Barselonaning 70% gollarida qatnashgan. 2015-yil Leo uchun shunchaki ideal yakunlanishi mumkin edi. Barselona bilan treble-ni qo'lga kiritdi. Chempionlar Ligasining eng yaxshi futbolchisi Qirollik Kubogi finalda Atletik Bilbao darvozasiga shunchaki aqlga sig'mas gol uradi va qanday qilib bu gol Pushkash sovrinini yutmaganini haligacha tushunmayman. Va Argentina bilan Copa America finalgacha yetib borishadi. Finalda Chili. Ko'pchilik muxlislar va nihoyat Leo Messi karyerasidagi ilk xalqaro sovrinni qo'lga kiritishini kutishgan. Lekin penaltilar seriyasi Higuain va Ever Baneganing noto'g'ri zarbalaridan keyin Leo kubokni qo'ldan chiqaradi va taxmin qilib ko'ring, eng katta negativ kim tarafga kelgan? Albatta Messiga. Keyingi yil ham 2016-yilda Copa America 100 yoshga to'lgani uchun turnir tashkil qilishadi va yana finalda Chili va Argentina. Bu safar endi Leoning o'zi va Lucas Biglia penaltilardan foydalana olmagani uchun Kopani ikkinchi marta yutqazadi. Agar Gonzalo Higuain shu vaziyatda gol kiritganida, balkim penaltilar seriyasigacha ham borishmasdi. Bu safar Messiga shunchalik tosh otishadiki, hatto futbolchi 29 yoshida terma jamoadagi faoliyatini yakunlashini e'lon qiladi. Messiga qo'shilib Javier Mascherano va Kun Agüerolar ham terma jamoadan ketishgan. Cristiano Ronaldoning Portugaliya bilan Yevroni qo'lga kiritgani va Messining Argentina bilan 3 ta finalda mag'lub bo'lgani Leoga juda yomon ta'sir qiladi. Argentinada Messi terma jamoadagi faoliyatini yakunlaganini eshitgan muxlislar uning futbolkalarini yoqib, Messi haqida xunuk gaplarni aytishadi. Lekin o'sha yilning o'zida Argentina jahon chempionati saralashda yomon o'yin ko'rsatayotganligi va jahon chempionatiga chiqa olmaslik xavfi tug'ilganidan keyin nima bo'lsa ham Messini terma jamoaga qaytarishni rejalashtirishadi. Argentina Federatsiyasi, terma jamoadagi personal, futbolchilar va hattoki muxlislar ko'chada mitinglar uyushtirib, Messidan terma jamoaga qaytishini iltimos qilishgan. Va Leo Argentinadagi faoliyatini yakunlaganidan 46 kun o'tib terma jamoaga qaytadi. Va bu bekorga emas edi, chunki Ekvadorga qarshi muhim uchrashuvda Argentina Rossiyadagi jahon chempionatiga chiqish-chiqmasligi hal qilingan. Leo Messining hat-trigi Argentina terma jamoasiga mundialga yo'llanmani naqd qilib qo'yadi. 2017-yillarda Neymar Messining soyasidan chiqish maqsadida potensial transferlarni ko'rib chiqqan. Chunki Barselonada qirol faqat Messi edi. Bernabeuda Madridni ko'mib tashlagan o'sha mashhur gol nishonlashi Messining muxlislari uchun yanada qadrliroq qilgan. Hatto Chempionlar Ligasidagi PSJga qarshi comebackda ham asosiy rolni Neymar o'ynaydi. Lekin gazeta muqovalarida Messining rasmlari turardi va bu voqealar va PSJning rad etib bo'lmas taklifi afsuski Neymarning karyerasidagi pasayishni boshlab bergan. Agar ushbu hodisalar haqida batafsil bilmoqchi bo'lsangiz, Neymar haqidagi videomizni ko'rib chiqishni maslahat beraman. Neymar jamoani tark etishini futbolchilarga aytganda, Messi undan juda ranjiydi va hatto keyingi yil oltin to'pni yutishga yordam berishni ham aytadi. Xuddi Suarezga 2016-yilda oltin butsada yordam bergandek. Lekin Neymarning otasi Parijga bo'lgan transfer ustida qattiq turgan va Neymarning Barselonada qolishiga yo'l qo'ymagan. 2018-yilgi mavsumni Barsa oltin dubl bilan yakunlaydi. Ya'ni La Liga va Qirollik Kubogini qo'lga kiritib, jahon chempionatida esa yana omadsizlik. Lekin bu safar Messini oldingida heyt qilishmagan, chunki agar Leo terma jamoani tark etsa, Argentina jahon chempionatiga chiqishga ham juda qiynalib qolar edi. 2018-2019-yilgi mavsumda Ernesto Valverde qo'l ostida Barselona va Messi yana bir treble ortidan borishgan. Shunchaki Leoning statistikasiga e'tibor bering. Bu raqamlardan tashqari Barselonaning o'yiniga juda katta ta'sir o'tkazgan. 1 yil oldingi La Ligada Barselona faqatgina 37-turga kelib Levantega Messi tushmagan o'yinda mag'lub bo'lishadi. Tasavvur qilyapsizmi? 38 ta turdan faqat bittasida mag'lub bo'lishgan. 2009-yilgi Chempionlar Ligasida Messining dubli va Suarezning goli klub jamoasini Camp Nouda mag'lub qilishadi. Shunchaki bu golga e'tibor bering, so'z bilan ifodalab bo'lmas gol. Afsuski Enfieldga Barselona futbolchilari borib, boshqa qaytib kelishmaydi. To'rdu Nur sharmandali comeback. Suarez ham, Coutinho ham, Messi ham to'liq zararsizlantirilgan. Asosiy aybni Valverde o'z bo'yniga oladi, jamoani yaxshi tayyorlamagani uchun. Va bu bir tarafdan to'g'ri, chunki o'sha o'yinda Barsa raqibni sal mensimagandek o'ynashgan. Ayniqsa ikkinchi taym boshlarida. Yil so'ngida Messi oltin to'pni qo'lga kiritadi, Van Dijkni 7 ochkoga ortda qoldirib. O'sha yili Messi oltin to'pni o'g'irlagan deydigan odamlar yoki futbolni ko'p ko'rishmagan yoki Messining heyterlari. Boshqacha tushuntirish ayta olmayman. Chunki o'sha yilgi Barsaning 80%ni aynan Leo tashkil qilgan. Oltin butsa plus Chempionlar Ligasi to'purari, Ispaniya Superkubogi, La Liga eng zo'r o'yinchisi va Pichichi sovrinlari bilan birgalikda. Mavsum so'ngida Messi Camp Noudagi nutqida biz oxirgi 11 yilda 8-marta qo'lga kiritgan La Ligani qadrlashimiz kerak. Balki hozir bunga yetarlicha ahamiyat bermayotgandirmiz. Lekin bir
necha yildan so'ng bu qanchalik qiyin bo'lganini tushunamiz deb aytadi va bu gaplar qanchalik to'g'ri bo'lganini hozir ko'rishingiz mumkin. 2019-2020 mavsum Barselona uchun shunchaki dahshatli o'tadi. Mavsum o'rtasida jamoa Ernesto Valverdeni ishdan bo'shatgani yetmay, La Ligadagi birinchi o'rinni ham yo'qotib qo'yadi. Kike Setyenning ajoyib taktikalari sababli albatta. O'sha mavsum kataloniyaliklar va Messi uchun qanday o'tganini o'zingiz yaxshi bilasiz. Kuboklarsiz va Chempionlar Ligasidagi Bavariyaga qarshi sharmandali 208 hisobidagi mag'lubiyat. Jamoa shu zahoti Setyenni ishdan bo'shatib, o'rniga Ronald Koemanni olib keladi. Koemanning birinchi qilgan ishi esa Suarezdan qutulish va klub, to'g'rirog'i janob Bartomeu u bilan shartnomani bekor qiladi. Luis Suarez esa Atleticoga o'tib, Barselonaga qanday futbolchini tekinga qo'yib yuborganini ko'rsatib qo'yadi. Mavsum boshida Bartomeu va Koeman bilan kelishmovchiliklar sabab Messi jamoadan uni qo'yib yuborishlarini so'raydi. Messiga o'sha paytlarda, ya'ni 2020-yil sentyabr oylarida Inter, PSG, Manchester City klublari qiziqish bildirishgan. Lekin Bartomeu Messini Barsadan majburan ushlab turadi. Uning to'lov puli esa 700 million yevroni tashkil qilgan va 33 yoshli futbolchi uchun hech kim bunaqa summa to'lamasdi. Barselonadagi 2020-2021 mavsumda Leo Copa del Reyni qo'lga kiritadi va eng asosiy yutuq bu Bartomeuning jamoadan ketishi hamda Laportaning qaytadan prezidentlikka saylanishi. 2021-yilda Argentina va Braziliyada Copa Amerika turniri tashkil qilingan. Bu Leo Messi uchun oxirgi shans bo'lgan. O'zingiz bilasiz, Leo Messining Argentina bilan yurishlari juda og'riqli va omadsizliklar bilan yakunlangan. Lekin bu safargi turnirga Leo boshqacha bir motivatsiya bilan keladi, chunki final Argentinada o'tkazilishi kerak bo'lgan va final o'yinida ma'lum bir sabablarga ko'ra o'yin Maracana stadionida, ya'ni Braziliyada o'tkaziladigan bo'ladi. Leo Messining shunchaki o'yin oldi motivatsion nutqiga e'tibor bering. Biz allaqachon kimligimizni bilamiz, Braziliya kimligini ham bilamiz. Bu mavzuda boshqa hech narsa demayman. O'tgan 45 kun uchun hammangizga rahmat aytmoqchiman yigitlar. Tug'ilgan kunimda aytganimdek, bu ajoyib jamoa, chiroyli jamoa. Bu 45 kun davomida biz juda ko'p mehnat qildik. Safarlar, ovqat, mehmonxonalar, maydonlar haqida biroz shikoyat qilmadik. 45 kun oilamizni ko'rmagan holatda o'tdi. 45 kun. Emiliano Martinez ota bo'ldi, lekin yangi tug'ilgan bolasini hali ko'rmadi. Nega? Aynan mana shu lahza uchun yigitlar. Bizda bitta maqsad bor edi va biz unga erishishga bir qadam qoldi. Eng zo'r tomoni bu endi bizning qo'limizda. Endi maydonga chiqamiz, kubokni ko'taramiz, uni Argentinaga olib boramiz va oilamiz, do'stlarimiz va bizni qo'llab-quvvatlagan barcha bilan birga bayram qilamiz. Va nihoyasiga shuni aytmoqchiman, tasodiflar bo'lmaydi. Bu turnir aynan Argentinada o'tkazilishi kerak edi. Nega deb o'ylaysiz? Chunki Xudo shu yerga olib keldi. Marakanada biz g'alaba qozonishimiz uchun, hammamiz uchun. Shuning uchun maydonga ishonch bilan, sovuqqonlik bilan chiqamiz va kubokni yutamiz. Qani olg'a yigitlar. Messini lider emas, jamoasini qiyin vaziyatlarda torta olmaydi deydiganlarga juda yaxshi javob bo'lgan menimcha. Final o'yinida esa Angel Di Mariyaning yagona gol sabab Argentina kubokni qo'lga kiritadi. Turnirning eng yaxshi futbolchisi Leo Messi, to'purar Leo Messi. Eng ko'p assist qilgan futbolchi ham Leo Messi. O'yin tugagandan keyin Messi maydonda yig'laydi, chunki ushbu sovrin Messi uchun juda katta ahamiyatga ega sovrin bo'lgan. Leo hatto barcha oltin to'plardan Argentina bilan kubokni yutish uchun voz kechishiga tayyorligini bildirgan. Aynan Messining Barselona va Argentina terma jamoasidagi juda katta effekti uchun 2021-yilda oltin to'pni qo'lga kiritadi. Messi o'sha yozda juda og'riqli tarzda Barselonani tark etadi. Oldiniga futbolchi Barselona bilan shartnomasini uzaytirish kerak edi va hammasi reja bo'yicha ketgan. Lekin so'nggi pallada La Liga Barselonaning hujjatlarini tasdiqlamaydi. Sababi Barselona juda katta inqirozda bo'lgan va Messining oyligini to'lay olmagan. O'sha yillarda Messining maoshi yiliga 63 million yevroni tashkil qilgan va qoidalarga ko'ra futbolchining oyligi eski maoshidan maksimum 2 barobar kamaytirib shartnoma tuzish mumkin edi. Lekin Barselona shuni ham uddalay olmaydi. Leo hatto klubda tekinga o'ynashga ham rozi bo'lgan. Lekin moliyaviy fair play qoidalari bunga yo'l qo'ymaydi. Shundan so'ng Messida bir nechta takliflar paydo bo'lgan. Ko'pchilik Messini o'sha yili Manchester Cityga o'tishini kutishgandi. Lekin City Jack Grealishni 100 million yevroga sotib olgani uchun fair play qoidalari Messining transferiga yo'l qo'ymagan. Natijada Messining do'stlari bilan to'lgan PSG Leoga taklif bilan chiqadi. Neymar, Di Maria, Paredes, Keylor Navas bilan o'ynashni eshitgan Messi darhol PSJga ko'chib o'tgan. Lekin Parijdagi karyerasi umuman kutilgandek o'tmaydi. Birinchi mavsumda 34 ta o'yin, 11 ta gol va 15 ta assist. Messi PSJga o'tishining sababi ham oddiy edi. Jahon chempionatigacha formasini ushlab turish. 2022-yilgi yozda finalissima turniri bo'lib o'tadi. Ya'ni Yevro chempioni Italiya va Copa Amerika chempioni Argentina o'rtasida. Natijada Leo jamoasi Italiya ustidan 3-0 hisobida Wembleyda g'alaba qozonib, ikkinchi xalqaro sovrinni qo'lga kiritadi. Ushbu triumfdan 6 oy o'tib, Jahon chempionatiga start berilgan. Jahon chempionatiga Messi va Argentina shunchalik zo'r formada yetib
borishadiki, hatto turnirdan oldingi taxminlarda ham Argentinaning chempion bo'lishini ko'pchilik aytishgan. Lekin bularning barchasi mundialning birinchi o'yinigacha edi. Birinchi turda turnir favoritlari Argentina FIFA reytingida hatto top 15 talikka kirmaydigan Saudiya Arabistoniga sensatsion tarzda mag'lub bo'lishadi va agar keyingi Meksikaga qarshi uchrashuvda mag'lub bo'lishganda turnirni tark etishardi. Lekin aynan o'sha paytda Leo Messi katta sahnaga chiqib Argentinani turnirdagi umidlarini saqlab qolgan. Keyingi uchrashuvda esa Polshani 2-0 hisobda yutib, guruhdan birinchi o'rinda chiqishadi. Polsha bilan o'yinda garchi Messi penaltidan foydalana olmagan bo'lsa-da, o'yinning eng yaxshi futbolchisi bo'ladi va hatto FIFAning rasmiy sayti ham buni tasdiqlagan. Lekin Leo bu sovrinni yosh Aleksis McAllisterga berishlarini talab qiladi va MVPdan voz kechadi. Finalgacha bo'lgan uchrashuvlarning barchasida Leo o'yinning eng yaxshi futbolchisi sovrinini yutib, har bir o'yinda gol urib kelgan. Final esa shunchaki dahshat. Yosh iqtidorli dunyo yulduzlari bilan to'lgan Fransiyaga qarshi Argentina. Agar tarkib jihatdan qarasangiz ham Fransiya ancha kuchliroq ko'ringan, lekin psixologiya, tajriba va mental bosiqlik Argentina futbolchilariga katta yordam beradi. O'yinning 40-daqiqasigacha Argentina 2-0 hisobida oldinda borgan va 80-daqiqagacha hisob saqlanib kelingan. Lekin Mbappe 2 daqiqada 2 ta gol urib Fransiyani o'yinga qaytaradi. E'tibor bersangiz, ikkinchi gol aynan Messining xatosidan keyin boshlangan. Ekstra taymlarda Messi yana gol uradi, lekin Mbappe uchrashuvdagi ikkinchi penaltisini ham golga aylantirib, Jahon chempionati finalini penaltilar seriyasiga olib o'tadi. U yerda esa aytib o'tganimdek Emiliano Martinezning psixologiyasi va fransuzlarning tajribasizligi Leo Messini jahon chempioniga aylantiradi. 4-zarba yo'llanishidan oldin agar Messiga e'tibor bersangiz, osmonga qarab bir nimalar degan. Leo osmonga qarab, bugun ushbu kun bo'lishi mumkin buvijon deydi. Bundan atigi 2 yil oldin Leo Messi terma jamoasi bilan sovrin yutmagani uchun ko'pchilik muxlislar tomonidan heytga va kulguga ham uchragan. Endi esa 2 yilda 3 ta sovrin: Finalissima, Copa America va Jahon chempionati. Bularga qo'shib 2024-yilgi Copa Americani ham Argentina qo'liga kiritib, Leoning xalqaro sovrinlar ro'yxatini 4 taga yetkazadi. Olimpiada oltin medali va 20 yoshlar o'rtasidagi Jahon chempionatini hisobga olmaganda. 2023-yilda Leo Parijga qaytgach, uni hech kim tabriklamagan. Albatta, chunki finalda Fransiyani mag'lub qilgandan keyin undan battar g'azablanishadi. Bularning ustiga ustak, Messi PSG taklif qilgan shartnomaga ham rozi bo'lmasdan jamoani tark etishini aytadi. O'sha yil yozda Leo Barselonaga qaytish uchun yana qo'lidan kelganini qilgan. Lekin xuddi o'tgan safargidek La Liga Messining shartnomasini tasdiqlamagandan keyin Leo Miamiga Beckhamning Inter klubiga ko'chib o'tadi. Messi Miamida yiliga 50 million yevro maosh va bir nechta bonuslarga ega bo'lgan. Amerika Qo'shma Shtatlarida Leo Inter Miamiga o'z tarixidagi birinchi sovrinni yutishga ham yordam bergan va yil so'ngida o'zining 8-oltin to'pini ham qo'lga kiritadi. Leo Messi butun karyerasi davomida 8 ta oltin to'p, 6 ta oltin butsa, 2 ta jahon chempionatining eng zo'r futbolchisi, 2 ta Copa America, Finalissima va jahon chempionatini qo'lga kiritgan. Bularga qo'shib Barselona bilan 4 ta Chempionlar Ligasi, 10 ta La Liga, 7 ta Copa del Rey, 8 ta Super Kubok va 3 tadan UEFA Super Kubogi va klublar o'rtasidagi jahon chempionatini qo'lga kiritgan. Umumiy hisobda Messi butun karyerasi davomida 46 ta sovrinni qo'lga kiritgan. Professional futbolchilar ichida bu eng ko'pi. Uning eng yaqin ta'qibchisi Dani Alves esa allaqachon faoliyatini yakunlagan va Messining bu rekordini hali beri hech kim buza olmasa ham kerak. Albatta, kimgadir Messi, kimgadir Ronaldo yoqadi va ular butun karyerasi davomida solishtirib kelingan. Statistika bo'yicha qaralsa, balki Messi yutgandir, lekin ko'proq ularning raqobatidan butun futbol g'alaba qozondi desak bo'ladi. Agar Messi va Ronaldoning o'yinini jonli ko'rgan bo'lsangiz, siz juda omadli insonsiz. Do'stlar, shu bilan videoni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalga obuna bo'ling. Keyingi video qaysi futbolchi haqida bo'lishini xohlardingiz? Kommentlarda yozib qoldiring. Siz bilan Extra Time edi. O'zingizni asrang.